Tushlaringizni nazorat qiling. Hozir tush ko'rmayotganingizni isbotlay olasizmi? Tushda uchamiz, maxluq bosishi, tushlar haqida hayratlanarli ma'lumotlar. Ko'zlaringizni oching. Atrofingizga qarang. Hozir meni eshityapsiz. Ekrandagi tasvirlarni ko'ryapsiz. Xonadagi buyumlarni sezyapsiz. Qo'lingizdagi telefon yoki kompyuter sichqonchasining sovuqligini his qila olasiz. O'zingizga juda ishonasiz. To'g'rimi? Men uyg'oqman deysiz. Bu haqiqiy hayot tafti. Lekin agar men sizga adashganingizni aytsam-chi, agar hozir bu videoni ko'rayotganingizdagi shu daqiqalar aslida juda haqiqiy ko'rinadigan tushning ichidagi holat bo'lsa-chi? Bundan 2400 yil avval xitoylik buyuk donishmand Chuansu bir kuni ertalab terga botib uyg'onadi. U tushida kapalak bo'lganini ko'rgan. Guldan gulga uchib yurgan, shamolni qanotlarida his qilgan baxtli kapalak. Bu tush shunchalik haqiqiy ediki, u inson ekanini butunlay unutgan edi. Uyg'ongach, to'shagida o'tirib chuqur o'yga toldi va keyinchalik tarixga kirgan savolni berdi. Men tushida kapalak bo'lganini ko'rgan Chuan Simanmi yoki hozir tushida Chuanzi bo'lganini ko'rayotgan kapalakmanmi? Xush kelibsiz. Bugun insoniyat paydo bo'lganidan beri javobini izlab kelayotgan, lekin qo'rquv yoki bilmaslik sabab chetlab o'tgan o'sha qorong'u xonaga kiryapmiz. Hayotimizning 1/3 qismini o'tkazadigan, lekin deyarli hech narsa bilmaydigan sirli olamga siz bilan sho'ng'iymiz. Tushlar. Oldindagi daqiqalar davomida faqat nega tush ko'ramiz degan savolga javob izlamaymiz. Qadimgi Misr ibodatxonalaridan Sigmund Freudning tadqiqot xonalarigacha, tibetlik rohiblarning ongni boshqarish usullaridan zamonaviy ilm laboratoriyalaridagi tajribalargacha bo'lgan sayohatga chiqamiz va eng muhimi, oxirida quyidagi savolga javob topamiz. Biz o'z tushlarimizning me'mori bo'la olamizmi? Istagan tushimizni ko'rib, ongimizni film rejissyoridek boshqara olamizmi? Ortingizga suyaning, yorug'likni pasaytiring va ongingizni erkin qo'yib yuboring. Chunki haqiqiy uyg'onish hozir boshlanadi. O'rtacha inson umrining taxminan 25-30 yili uyquda o'tadi. O'ylab ko'ring, 30 yil. Bu hayotimizning juda katta qismi. Agar uyqu va tushlar keraksiz bo'lganida, evolyutsiya millionlab yillar oldin bu vaqt yo'qotishni yo'q qilgan bo'lar edi. Tabiatda hech narsa sababsiz emas. Unda nima uchun tabiat bizni har kecha himoyasiz, harakatsiz va ongsiz holatga kiritadi? Mashhur neyrobiolog va uyqu mutaxassisi Matthew Walker o'zining Why We Sleep nomli asarida shunday deydi. Uyqu tabiat bizga bergan eng yaxshi dori. Tushlar esa shu dorining ruhiy terapiyasidir. Ko'pchiligimiz uyquni miya o'chadigan, go'yo kompyuter o'chganidek holat deb o'ylaymiz. Aslida esa aksincha. Siz uxlaganingizda miyangizning ayrim hududlari uyg'oq paytingizdan ham 30% gacha faolroq ishlaydi. Miya o'chmaydi. Aksincha, u tungi navbatni boshlaydi. Keling, bir kechalik sayohatga chiqamiz. Boshingizni yostiqqa qo'yganingizdan boshlab, miyangiz ichida nima sodir bo'ladi? Uyquga ketganingizdan taxminan 90 daqiqa o'tgach, tanangizda g'alati o'zgarish boshlanadi. Nafas olish notekis bo'ladi, yurak urishi tezlashadi. Eng muhimi, ko'z qovoqlaringiz yopiq bo'lsa ham, ko'zlaringiz tez-tez o'ngga chapga harakat qila boshlaydi. Olimlar bu bosqichni REM uyqusi deb atashadi. Rapid Eye Movement, ya'ni tez ko'z harakati. Tushdagi kino aynan shu paytda boshlanadi. Ammo bu yerda juda aqlli va hayotiy muhim mexanizm ishga tushadi. Tushingizda sherdan qochayotganingizni, jarlikdan sakrayotganingizni yoki osmonda uchayotganingizni ko'rasiz. Miya uchun bu tasvirlar haqiqiy hayotdan farq qilmaydi. Siz tushda yugursangiz, miya oyoq mushaklariga yugur degan buyruq yuboradi. Agar bu buyruq haqiqatan oyoqlarga yetib borsa nima bo'lardi? Siz yotoqdan sakrab tushardingiz
devorga urilib ketardingiz yoki oynadan sakrashga harakat qilardingiz. O'zingizga jiddiy zarar yetkazishingiz, hatto halokatga uchrashingiz mumkin edi. Shuning uchun miya REM uyqusi boshlangan paytda umurtqa pog'onasi darajasida qulf mexanizmini ishga tushiradi. Bo'yindan past qismi vaqtincha falaj holatga keltiriladi. Bu holat ilmiy tilda atoniya deb ataladi. Siz tushingizda marafonda yugurayotgan bo'lsangiz ham tanangiz aslida to'liq falaj holatda bo'ladi. Siz xavfsizsiz. Biroq ba'zan bu tizimda xato yuz beradi. Go'yo kichik dasturiy nosozlik kabi. Ongingiz uyg'onadi. Ko'zingizni ochasiz, xonangizni ko'rasiz, ammo miya falajlikni bekor qilish buyrug'ini bir necha soniyaga kechiktiradi. Siz uyg'oqsiz, lekin harakat qila olmaysiz. Baqirishni istaysiz, ovoz chiqmaydi. Ko'kragingizda og'ir bosim his qilasiz. Miya vaziyatni tushunmay vahimaga tushadi. Qo'rquv markazi amigdala faollashadi va u gallyutsinatsiyalar yarata boshlaydi. Xonaning burchagida qora soya, go'yo ustingizga o'tirgan maxluq. Xalq orasida buni qora narsa bosishi deyishadi. Ilmiy nomi uyqu falaji, inglizcha sleep paralysis. Yuzlab yillar davomida odamlar buni jinlar, shaytonlar yoki yovuz ruhlar bilan bog'lashgan. Aslida esa bu miyangizning xavfsizlik qulfini o'z vaqtida o'chira olmay qolishidir. Qo'rqinchlimi? Ha, lekin bu to'liq biologik jarayon. Agar biz umuman tush ko'rmasak, nima bo'ladi? Bu savolni tekshirish uchun 1959-yilga New York Cityga qaytamiz. Peter Tripp ismli mashhur radio boshlovchisi xayriya aksiyasi doirasida uyg'oq qolish rekordini yangilamoqchi bo'ladi. Uning maqsadi 200 soat, ya'ni 8 kundan ortiq umuman uxlamasdan efir olib borish. Olimlar va shifokorlar uni kuzatib turishgan. Birinchi 2 kun hammasi yaxshi edi. Peter xursand, efirda musiqa qo'yyapti, ammo 3-kundan boshlab vaziyat o'zgaradi. U tush ko'rishi kerak bo'lgan vaqtni ham uyg'oq o'tkazayotgan edi va miya tushlarini haqiqiy hayot ichiga singdirishni boshladi. Peter gallyutsinatsiyalar ko'ra boshladi. U stoldagi o'rgimchaklar poyabzali ichiga kirib ketyapti deb o'yladi. Kiyimini kiygizmoqchi bo'lgan shifokorni esa o'zini qatl qilmoqchi bo'lgan jallod sifatida ko'rdi. 5-kunga kelib Peter haqiqat bilan aloqasini deyarli butunlay yo'qotdi. U kim ekanini ham bilmay qolgan edi. Uning miyasi uyg'oq holatda tush ko'rayotgan edi. Peter Tripp 201 soatdan so'ng rekordni yangiladi va nihoyat uxladi. Uyg'ongach hech narsani eslay olmadi. Jismonan sog'lom ko'ringan, biroq yaqinlari uning hech qachon avvalgi Peter bo'lmaganini aytgan. Xulqi o'zgargan edi, tajovuzkor, shubhalanuvchi bo'lib qolgan. Bu tajriba bir narsani ko'rsatdi. Tush ko'rish hashamat emas, tushlar ruhiy salomatlikni himoya qiladigan xavfsizlik klapanidir. Agar kechasi tush orqali hissiy yukni chiqarmasangiz, u tushlar kunduzgi hayotingizga sizib kiradi va ongni izdan chiqaradi. Bugun biz bilamiz, tushlar neyronlar va kimyoviy jarayonlar faoliyati. Ammo ajdodlarimiz uchun tush boshqacha ma'noga ega edi. Ular uchun tush narigi dunyo bilan bog'lanish vositasi edi. Qadimgi Misrga nazar tashlaymiz. Misrliklar tushlarga shunchalik katta ahamiyat berishganki, buning uchun maxsus ibodatxonalar qurishgan. Bular tush ibodatxonalari deb atalgan. Inson hayotiy qaror qabul qilish oldidan kasal bo'lganda yoki kelajakni bilmoqchi bo'lganda shu ibodatxonaga kelgan. Maxsus o'tlar yoqilib, u inkubatsiya holatiga, ya'ni tush ko'rish uchun tayyor holatga yotqizilgan. Ko'rilgan tushlarni ruhoniylar talqin qilgan. Masalan, tarixdagi ilk yozma doston Epic of Gilgameshda ham qahramon Gilgamesh jangga ketishidan oldin tushini onasiga ta'birlatadi. Joseph, Yusuf payg'ambar haqidagi qissada esa podshoh ko'rgan 7 oriq va 7 semiz sigir tushini to'g'ri talqin qilish uni zindondan qutqargan. Tarix davomida podshohlar, imperatorlar va qo'mondonlar janglarni tushlar asosida boshlagan yoki yakunlagan. Aleksandr Makedonskiy bir shaharni qamal qilganda tushida ko'rgan ramz asosida hujum rejasini o'zgartirgan va g'alaba qozongani rivoyat qilinadi. Hatto zamonaviy Dmitriy Mendeleyev elementlar tartibini kunlab o'ylab topa olmagan. Charchab uxlab qolganida esa jadvalning to'liq ko'rinishini
tushida ko'rganini aytgan. Uyg'ongach darhol qog'ozga tushirgan. Demak, tushlar faqat mistik emas, balki ijodkorlik manbai hamdir. Ammo qadimgi Yunonga kelganda bir inson chiqib, qarashlarni o'zgartirdi. Miloddan avvalgi 350-yilda faylasuf Aristotel On Dreams nomli asarini yozdi. Aristotel o'sha davrda hech kim jur'at qilmagan fikrni aytdi. Tushlar xudolardan kelmaydi. Tushlar kun davomida ko'rgan, eshitgan va his qilgan narsalarimizning kechadagi davomi. Aristotel haq edimi? Yoki tushlar haqiqatan ham biz bilmaydigan, balki kelajakka oid narsalarni pichirlab aytadimi? Shu yerda inson ongining eng qorong'i qatlamlariga tushgan ikki buyuk shaxs sahnaga chiqadi. Biri tushlar bosilgan jinsiy va zo'ravonlik istaklari deydigan Sigmund Freud. Ikkinchisi tushlar butun insoniyatning umumiy xotirasi deydigan Carl Jung. Ularning qarashlar to'qnashuvi tushlarga munosabatimizni abadiy o'zgartirdi. 1899-yil Venada sovuq qish kechasi. Sigmund Freud insoniyat tarixini o'zgartirgan kitobining so'nggi satrlarini yozayotgan edi. The Interpretation of Dreams. O'sha vaqtgacha odamlar tushlarni yoki bema'nilik yoki ilohiy xabar deb hisoblashar edi. Ammo Sigmund Freud stolga musht urib dedi: "Yo'q, tushlar bu ongingizning senzura qilingan maktublaridir." Freudga ko'ra, inson ongi aysbergga o'xshaydi. Suv ustida ko'rinadigan kichik qismi bu bizning ongimiz. Hozir meni eshitayotgan, qaror qabul qilayotgan men degan qism. Ammo suv ostida katta, qorong'i va ko'rinmas qism bor. Bu ong osti. Freud ong ostini uyning yerto'lasiga qiyoslaydi. Jamiyat qabul qilmaydigan hamma narsani shu yerga tashlaymiz. Yovvoyi istaklarimizni, g'azabni, taxlangan muhabbatlarni, uyatli xotiralarni, hammasi u yerda. Ular tirik va chiqishni istaydi. Tush nima qiladi? Freudga ko'ra, siz uxlaganda yerto'la eshigida turgan qo'riqchi, ya'ni mantiqiy ong ham uxlaydi. Eshik ochiladi. Bosilgan istaklar tashqariga chiqadi. Ammo miya sizni himoya qilmoqchi bo'ladi. Agar bu istaklarni ochiq holda ko'rsangiz, qo'rqib uyg'onib ketasiz. Shuning uchun miya bu fikrlarga niqob taqadi. Masalan, tushingizda bir podshohning janozasini ko'rib yig'layapsiz. Freud aytadi, bu yerdagi podshoh aslida otangizdir. Freudga ko'ra, onangizga nisbatan yashirin g'azab yoki uning o'rnini egallash istagi tushda podshoh ramzi orqali niqoblanadi. Tushda uchish jinsiy istak bo'lishi mumkin. Tishlarning to'kilib ketishi, kuch yo'qotish qo'rquvi bo'lishi mumkin. Freud uchun har bir tush amalga oshgan istak edi. Lekin bu nazariya hammani qoniqtirmadi. Ayniqsa Freud o'zining vorisi deb hisoblagan eng iqtidorli shogirdi Carl Jungni. Jung ustozi Sigmund Freudga hurmat bilan qarardi, ammo bir payt kelib u qarshi chiqdi. Hamma narsani jinsiylik yoki bosilgan istak bilan tushuntirib bo'lmaydi, dedi Jung. Inson ruhi bunchalik sodda emas. Jungga ko'ra, tushlar faqat shaxsiy chiqindixonamiz emas, u juda katta g'oyani ilgari surdi. Kollektiv ong osti. Shunday tasavvur qiling. Katta internet tarmog'i bor. Har birimizning kompyuterimiz, ya'ni miyamiz shu tarmoqqa ulangan. Siz hech qachon ilon ko'rmagan chaqaloq bo'lsangiz ham tushingizda ilondan qo'rqishingiz mumkin. Hech qachon ajdar haqida eshitmagan qabila a'zosi tushida qanotli maxluqni ko'rishi mumkin. Nega? Carl Jungga ko'ra, ajdodlarimiz millionlab yillar davomida boshdan kechirgan qo'rquvlar, quvonchlar va tajribalar genlarimiz yoki ruhiy merosimizga muhrlangan. Biz shu arxetiplar bilan tug'ilamiz. Tushlarimizda ko'radigan o'sha dono qariya, qorong'i soya yoki ulug' ona obrazlari butun insoniyatning umumiy xotirasidir. Jung uchun tush kelajakka oid signal ham bo'lishi mumkin, lekin bu bashorat emas. Ong osti siz sezmagan xavflarni hisoblaydi va tush orqali ogohlantirish yuboradi. Masalan, siz juda ishongan do'stingizni tushingizda sizga pichoq urayotgan holda ko'rasiz. Sigmund Freud bunday holatni hasad bilan tushuntirishi mumkin. Jung esa aytardi: ehtimol siz o'sha do'stingizning kichik harakatlarida, qarashlarida xiyonat belgisini sezgansiz. Ammo ongingiz u mening do'stim deb bu hisni rad etgan. Tushda ong osti sizga baqiradi: diqqat qil, u xavfli bo'lishi mumkin. Ya'ni tushlar bizni
to'ldiradigan, yo'l ko'rsatadigan ichki kompasdir. Ammo savol tug'iladi. Bu kompasni qo'limizga olib, tushni shunchaki kuzatish emas, balki boshqarish mumkinmi? Tushda rejissyor bo'lib, avtomobilni o'zi haydash mumkinmi? Ilm uzoq yillar davomida buni imkonsiz, hatto bema'ni fikr deb hisobladi. 1980-yilgacha to Stanford universitetida aqldan ozgandek tuyulgan bir tajriba o'tkazilmaguncha. 1980-yil Stanford universitetining uyqu laboratoriyasi. Yosh talaba Stefan Laberge professorlar oldiga chiqib dedi: "Men tush ko'rayotganimda tushda ekanimni bilaman va sizlarga tushim orqali xabar yuborishim mumkin." Olimlar kulishdi. "Bu imkonsiz", deydi. Tush ko'rayotganda miya tashqi dunyo bilan aloqani uzadi. Agar onging ochilsa, uyg'onib ketasan. Lekin Laberge qat'iy edi. U tajriba rejalashtirdi. Reja shunday edi. Laberge uxlaydi. REM uyqusi, ya'ni tush fazasiga kirganda tushida oldindan kelishilgan ko'z harakatini qiladi. Eslang, REM uyqusida tana falaj bo'ladi, lekin ko'zlar harakatlanishi mumkin. Laberge uyquga ketdi. Apparatlar uning chuqur uyquda ekanini ko'rsatib turdi. Miya to'lqinlari tush ko'rayotganini tasdiqladi. Tanasi to'liq falaj edi. Tashqaridagi shifokorlar nafaslarini ichlariga yutib kutishardi va to'satdan EEG qurilmasidagi qalamlar titray boshladi. Laboratoriyada kelishilgan kod bo'yicha yopiq ko'zlar tushning ichidagi harakatni bajardi. Chap, o'ng, chap, o'ng. Laboratoriyada jimlik hukm surdi. Bu insoniyat tarixidagi ilk voqea edi. Bir inson tushlar olamidan real dunyoga telegraf orqali xabar yubordi. U tushida "Men tush ko'ryapman" degan signalni tashqariga tasdiqladi. Ana shu paytda lucid tush ko'rish, ya'ni ongli tush ko'rish ilmiy haqiqat sifatida tan olindi. Bu nimani anglatar edi? Bu miyamiz ichida foydalanilmay yotgan yashirin simulyatsiya xonasi borligini anglatar edi. Gravitatsiya yo'q dunyo, o'qlar o'tmaydigan dunyo. Istagan inson bilan gaplasha oladigan, istagan joyga bir zumda borish mumkin bo'lgan dunyo. Hatto o'zingizni xuddi yaratuvchi kabi his qiladigan dunyo. Va eng yaxshi xabar, bu tug'ma qobiliyat emas. Bu o'rgansa bo'ladigan ko'nikmadir. Ijtimoiy auditoriyaning ba'zilari buni tabiatan qila olishi mumkin, ba'zilari esa hayotida bir marta ham boshdan kechirmagan bo'lishi mumkin. Lekin endi sizga bu eshikning kalitini qanday burishni aytaman. Lucid tush ko'rish mushakni rivojlantirishga o'xshaydi. Birinchi kuni uddalay olmasligingiz mumkin. Biroq mashq qilsangiz, miyangiz bunga o'rganadi. Ilmiy jihatdan isbotlangan eng samarali 3 ta usulni ko'rib chiqamiz. Reallikni tekshirish. Kun davomida o'zingizdan doim so'rang: "Men hozir tush ko'ryapmanmi?" Faqat so'rab qo'ymang. Tekshiring. Qo'lingiz, kaftingizga qarang. Tushda odatda qo'l barmoqlari eriydi. Barmoqlar soni 6 yoki 4 bo'lib ko'rinishi mumkin. Barqaror turmaydi. Burningizni qisib nafas olishga harakat qiling. Real hayotda nafas ola olmaysiz. Lekin tushda burningiz qisilgan bo'lsa ham nafas olishni davom ettirishingiz mumkin. Chunki haqiqiy burningiz yostiqda ochiq bo'ladi. Agar kun davomida buni 20 marta qilsangiz, miyangiz buni odatga aylantiradi va bir kecha tushingizda Parijda uchib yurganingizda qo'lingizga qarasangiz, barmoqlaringiz shakli o'zgarib turganini ko'rasiz. Ana o'sha sehrli lahza keladi. Hayratga tushasiz. "Ey Xudo, bu tush ekan" deysiz. Tush kundaligi. Boshingiz yonida daftar bo'lsin. Uyg'onganingizda ko'zingizni ochmasdan tushingizni eslashga harakat qiling va darhol yozing. Juda bema'ni edi, unutdim demang. Yozing. Tushlaringizni qayd qilib borganingiz sayin miyangizga shunday signal berasiz: "Tushlar men uchun muhim. Tushlarimni eslab qolishni xohlayman." Tush xotirangiz kuchaygan sayin tush ichida ongli bo'lish ehtimoli taxminan 400% ga oshadi. Mild texnikasi. Mnemonic Induction of Lucid Dreams. Bu Stefan Laberge ishlab chiqqan usul. Uyqudan taxminan 5 soat o'tgach uyg'oning. 15-20 daqiqa uyg'oq yuring. Hojatxonaga boring, biror narsa o'qing, so'ng yana yotoqqa kirganingizda ongingizda doim shunday gapni takrorlang. Yana tush ko'rganimda tush ko'rayotganimni eslayman. Buni ko'p takrorlang. Niyatingizni miyangizga yozing. Agar muvaffaq bo'lsangiz, tushning ichidasiz. Hammasi xuddi haqiqiyday. Shamolni his qilasiz, taomlarning ta'mini sezasiz. Nima qilasiz? Uchasizmi?
Yo'qotgan yaqin inson bilan gaplashasizmi yoki qo'rquvlaringiz bilan yuzlashasizmi? Agar lutsit tushni faqat uchish, sayr qilish yoki o'yin kabi deb o'ylasangiz, adashasiz. Tarixdagi eng buyuk daholar bu sohani yashirin laboratoriya sifatida ishlatgan. The Beatles guruhining afsonaviy a'zosi Paul McCartney bir ertalab uyg'onganida miyasida ajoyib bir musiqa yangrayotgan edi. U darhol pianino oldi va notalarni yozib chiqdi. O'sha musiqa dunyoda eng ko'p eshitilgan qo'shiqlardan biri Yesterday edi. McCartney bu qo'shiqni yaratmagan, u uni tushida topgan. Mashhur surrealist rassom Salvador Dali tushdagi g'alati tasvirlarni ushlash uchun qo'lida metall qoshiq bilan uxlar edi. U tushga cho'kkan payt mushaklari bo'shashar, qoshiq yerga tushar va chiqqan ovozdan uyg'onib ketardi. Ko'rgan bir necha soniyalik tush kadrini darhol matoga tushirardi. Agar siz me'mor bo'lsangiz, tushingizda gravitatsiyasiz binolar loyihalashingiz mumkin. Agar siz yozuvchi bo'lsangiz, hikoyangizning finalini tushingizdagi qahramonlardan ham so'rashingiz mumkin. Hatto tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, lutsit tush paytida jismoniy mashq qilgan sportchilarning mushaklari real hayotda ham rivojlanadi. Miya uchun qilish va qilganni tasavvur qilish o'rtasida juda ingichka chegara bor. Bu laboratoriya bepul va kaliti sizda, lekin tushlar hamisha ham gulgun bulutlardan iborat emas. Qo'rqinchli tushlar barchamizning qo'rquvimiz. Ba'zan biz yiqilamiz, bo'g'ilamiz yoki qorong'u noma'lum maxluq bizni ta'qib qiladi. Psixologlar fikricha, lutsit tush ko'rishning eng katta foydasi aynan shu yerda namoyon bo'ladi. Agar siz qo'rqinchli tush ichida bu tush deya olsangiz, endi siz qurbon emassiz. Bu olamning boshqaruvchisi siz bo'lasiz. Stefan Lambergega ko'ra, lutsit tush terapiyasi shunday maslahat beradi. Sizni quvlayotgan mavjudotdan qochmang, to'xtang, orqaga o'giriling va undan so'rang: "Nega meni quvlayapsan? Sen kimsan? Mening qaysi qismimsan?" Agar siz tushda shunday savol bersangiz, shok beruvchi narsa yuz berishi mumkin. O'sha qo'rqinchli mavjudot birdan kichrayadi, yig'layotgan bolaga aylanadi yoki sizga sovg'a beradi. Carl Jung aytganidek, u mavjudot aslida sizning soyangiz, qabul qila olmagan qo'rquvlaringizdir. Agar siz tushda u bilan yarashsangiz, real hayotdagi tashvish va qo'rquvlar ham kamayishi mumkin. Tushlar o'z ruhingizni davolash mumkin bo'lgan eng xavfsiz jarrohlik xonasidir. Sayohatimiz oxirida sizni bezovta qiladigan bitta savol bilan qoldirmoqchiman. Video boshida Chonzi haqida aytgan edik. U men kapalakmanmi yoki insonmi deb savol bergan edi. Bugun zamonaviy ilm bu savolni yanada qo'rqinchliroq tarzda qo'yadi. O'ylab ko'ring. Tush ko'rayotganda siz o'sha dunyo haqiqiyligiga shubha qilmaysiz. U yerdagi olma shirin, olov issiq, og'riq haqiqiy. Lekin uyg'onganingizda, "Oh, bu faqat tush ekan" deysiz. Hozir uyg'oq ekaningizni qayerdan bilasiz? Hozir bu videoni ko'rayotganingizni, nafas olayotganingizni his qildirgan narsa miyangizga borayotgan elektron signallaridir xolos. Tushda ham xuddi shu signallar mavjud. Real hayotda ham. Agar miya uyqu paytida siz uchun mukammal virtual reallik yarata olsa, hozir yashayotgan bu hayot tug'ilishi bilan boshlanib, o'lim bilan tugaydigan ancha uzoq va murakkab tush emasligini kim rad eta oladi? Ehtimol o'lim bu uzoq tushdan uyg'onishdir. Ehtimol hayot koinotning o'zini his qilish uchun ko'rgan tushidir. Xuddi Mavlono Jaloliddin Rumiy aytganidek, insonlar uyqudadir, o'lganlarida uyg'onishadi. Biologiyadan falsafaga, tarixdan kelajakka bo'lgan bu tush sayohatida bizga hamroh bo'lganingiz uchun rahmat. Xayrli tun, yaxshi dam oling. Pul, orzular, shohona uylar, zamonaviy ulovlar, sayohatlar menga qachon nasib qilar ekan deb ich-etingizni yeb bo'ldingizmi? Shuncha harakat qilsam ham negadir o'xshamayapti deb nolayapsiz-a? Hayotda haqiqat izlab charchadingizmi? Uy, ish, uy, bir xil muammolar halqasidan chiqa olmayapsizmi? Tushunaman. Kasalliklar ketidan yana kasallik, qachondir men ham sog'lom hayot kechiramanmi deb jar solmoqchisiz, lekin ichingizda qanaqadir yo'l bor degan ovoz sizni tinchlantiryapti-yu, biroq baribir bu fikrlar sizni qo'yib yubormayaptimi? Buni ham bilaman.
Aslida bu hammasi illyuziya. Shunchaki bugun va hozir yashash kerakligini o'rgansangiz, hammasi o'z o'rniga qaytadi. Shunda mahobatli uylar va hoy-havasga aylangan ulovlardan-da yuksak baxt aslida o'zingizda borligini aytsam ishonarmidingiz? Ha, savollar ko'p, lekin javoblarni topish muammo. Aslida javoblar juda oddiy. Telegram ijtimoiy tarmoqdagi Kuch o'zingda kanaliga a'zo bo'ling. U yerda sizga oddiy sirlar orqali ulkan lazzat va halovat eshiklari ochiladi. Hayot naqadar go'zalligini tushunib yetasiz. Sizdan esa talab shunchaki ishonch bo'lsa bo'ldi. A'zo bo'lish shartlari oddiy. Telegram orqali 97 210 76 54 raqamiga Telegram orqali Kuch so'zini yozing. Maxsus chegirma asosida belgilangan to'lovni amalga oshiring va bugun va hozir yashashni o'rganib oling. Unutmang, kuch o'zingizda.